Salam qarindaşlar, qana ahvalinglar? Yaşam gün, dəmiliş gününglar yaxşı ötküzdünglarmı? Bugün biz aləmning yaratılışı 3-cü bab haqida to'xtalamiz. To'xtalishdan burun men avval grafin bir chiqarib qo'ygan, shu grafik haqida biroz to'xtalish, ya'ni tushuncha qilib mansam. Grafin chiqarib qo'yishdagi maqsad, ya'ni nikoh masalasi, ya'ni oila masalasi haqida muqaddas kitobda nimalar deydi degan savolni chiqarib qo'ydim. Endi bu nima desam de yaqinda biz qarindoshlar bilan izchil ayrim ham bir munoziralash, bir mana paranglashish, fikrlashish orqali ham shuni ba'zilar men bilan maslahatlashish jarayonlarida bir qism masalalar bo'libmi, mushu masala ustidami menga kelgan biroz inkoslar, ya'ni savollar, yana qanaqa qilishni bilmay qolgan shunday nuqtalarni hem de mesele sorular oldu. Bu aile ve nikah meselesi ulara şundan bir cevap eden ya ondan ya mundak deb üzüp ettiğin ondan bir addi mesele emas. Şundan bu bir yeni qaraydigan mesele emas. Şunun için bununla nispeten biz en aldı bilen bu aile ve ailege bo'lgan nikah bo'lgan biz qarashimizni, ya'ni Xudoning so'zi orqali muqaddas kitob orqali biz avval bir qatim to'g'ri bo'lgan Xudoning so'zi orqali biz ulini sabagan vaqtimizda har qatim bu deymiz, ulini avval mustahkam sevilish uchun Xudoning so'zidan avval shu bizning barliq masalalarimizni, duch kelgan ahvollarimizni, muşna karar kılamayotgan beqaror holatlarimizni avval biz Xudoning so'zi orqali, ya'ni bizning ahvollarimizni, barliq g'amlarimizni Xudoning so'zi orqali, Xudoning kalomi orqali biz avval ko'rishga, Xudoning so'zi nima deydi, shuni biz avval shu so'ziga o'zimiz shu so'z orqali biz qarab o'tishga to'g'ri keldi. Shuning uchun ayrim bir programma qilib o'rlashtirishni muvaffaq ko'rdim. Bunu bu hafta yoki keyinmi hozircha noma'lum. Chunki her shanba kuni savollarga bir qism nuqtalar haqida masalalar ustida to'xtalmoqchi bo'lgan. Shuning uchun har xil yangi savollar bor, har xil nuqtalar bor. Shuning uchun tartib bo'yicha o'rlashtirmoqchi. Angacha qarindoshlarning yana qanday fikrlari, qanday qiyinchiliklari yoki qanday bir beqaror holatdagi ahvollari bo'lsin, meseleler bo'lsin yoki muqaddas kitobdagi tushunishsiz yerlar bo'lsin, shuna yerlar bo'lsa menga ansirmasdan, tartamasdan menga qoldirib qo'yishinglarni umid qilaman. Davos biz bugun 3-cü bab alemning yaratilishi 3-cü babni ko'rib o'taylik. Oldi bilan muqaddas kitob 3-cü babni bir qatim o'qib o'taylik. Alemning yaratilishi 3-cü bab. İlan Parvardigar Xudo yaratgan hayvonlarning ichida eng ilgari edi. U ayoldan Xudo bog'dagi har qanday daraxtning mevasini yeyishinglarni rostlamani qildimi deb so'radi. Ayol: bog'dagi daraxtlarning mevalarini yesak bo'ladi, faqat bog'ning o'rtasidagi daraxtning mevasini yesak bo'lmaydi. Xudo bizning bu daraxtning mevasini yeyishimizni, hatto uningga qo'l tegizishimizni ma'ni qildi. Agar bu ishni qilsak, o'limiz deb javob berdi. İlan ayolga javoban mundaq dedi: yolg'on, hargiz o'lmaysizlar. Xudo sizlarning uni yesanglar, ko'zinglarning echilib, o'ziga o'xshash yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qolganliklarini biladi. Ayol bu daraxtning mevasining chiroyli va shirin ekanligini ko'rib, uni yesa qanchalik aqlli bo'lib ketadiganligini o'ylab, mevadan uzib yedi va uni yenida turgan erigim berdi. Uni yedi. Ular mevani yeyishi bilanla ko'zlari echilib, o'zlarining yalang'ochligini bilib, nomus qilishdi. Shunga ular anjir yupurmoqlarini bir-biriga chetib, badallarini yeb olishdi. Shu kunning salqin tushgan vaqtida ular Parvardigar Xudoning bog'da minib yurgan shapisini anglab, daraxtzorlikning orasiga yo'shinib olishdi. Lekin Parvardigar Xudo Odam otaga: "Sen qayerda?" deb varqirdi. Odam ota: "Men sening bog'da minib yurganligingni anglab, yalang'ochligimdan nomus qilib, sendan qo'rqib yo'shinib oldim" deb javob berdi. Xudo uningdan: "Yalang'ochligingni sana kim aytdi? Yoki men yema degan mevani yedingmi?" deb so'radi. Odam ota: "Sen menga hamroh bo'lsin deb bergan ayol u mevadan menga bergan edi, shuning uchun yedim" deb javob berdi. Parvardigar Xudo ayoldan: "Nima uchun bunday qilding?" deb so'radi. "Meni ilon ozdirdi, shuni yedim" deb javob berdi ayol.
Şunun bilen Parvardigar Xudo ilanğa bu qilmishing uchun jazoga tortilsan. Barliq hayvonotlar ichida faqat senla buni la'natlarga qalasan. Hozirdan boshlab yer beg'irlab menib umrvoyi to'pi yeysan. Seni ayol bilan dushman qilaman. Uning avlodi bilan sening avlodingmi dushmanlashib o'tadi. Uning avlodi sening beshingni yanjiydi, sen uning tapini chaqsan, dedi. Keyin Parvardigar Xudo ayolga homildorligingning azobini eslab ashurman. Tug'utingning to'lg'inini ziyoda qilaman. Shundaqdimi eringga kuchlik ishtiyoq bog'laysan. U seni boshqaradi, dedi. Parvardigar Xudo Odam otaga ayolingning so'ziga kirib, men yeyishni mani qilgan mevani yeganliging uchun yarmulantimga uchirdi. Sen hamda umrvoyi jafoliq ishlash bilan uzoqlanasan. Yerdan tikan va qamg'oq unidi. Sen bo'lsang yerdagi ziroatlarni yeysan. Bosh ko'zing targa cho'mgandila to'yg'idek bir narsa yeyalaysan. Toki o'lib to'piga aylanib ketguncha ishdan bosh ko'tarolmaysan. To'pidan yaratilding, shunga yana to'piga qaytsan. Odam ota ayoliga Havo İbrani tildagi hayotliq degan so'z bilan ahangdash degan ismni qo'ydi. Chunki u insonlarning onasi edi. Parvardigar Xudo Odam ota bilan uning ayoliga hayvonning terisidan kiyim qilib kiydirib qo'ydi. Ondan Parvardigar Xudo mundaq dedi: Odam ota bizga o'xshash yaxshi bilan yomonni biladigan bo'lib qoldi. Endi uning hayotliq beradigan daraxtning mevasini yeb qo'yishdan saqlanishimiz kerak, bo'lmasa u mangu yashaydi. Şunun bilan Parvardigar Xudo ularni Eren bog'dan qo'g'lab chiqarib, yerga, ya'ni o'zlari asli yaratilgan tuproq ishlaydigan qilib qo'ydi. Ondan Xudo Odam otani hayotliq beradigan daraxtga yaqinlashmasin deb, Eren bog'ning sharq tarafiga Kerub deb atiladigan maxluqlarni va bizi o't chechib, uyan, buyan qo'zg'alib yaltirab turadigan bir qilishni o'rinlashtirdi. Alamning yaratilishi 3-bobni o'qib o'tdik. Endi biz buni mazmunlariga yana bir qancha muhim nuqtalarni ko'rib o'tsak, buni tafsiliy deyishga imkoniyat yo'q, vaqt sababidan bir qism so'zlar, bir qism mazmunlarni materialdan foydalangaysizlar, bir qismlarni men so'zlab o'tay. 3-bob qaraydiganimizda eng beshida o'tirg'i chiqadigan yilon, ya'ni biz hammamiz hozir shayton deb bilamiz, ya'ni yilon o'tirg'i chiqib maydonga chiqadi. Yilonning maydonga chiqishi, ya'ni bu yilonning xususiy deymiz, alohidligi deydi, yiliga degan gap bor, shaytonni yiliga deb shuna tasvirlaydi. Bu yilganing ma'nosi asli ibroniycha o'tkir, aqlli, ziyrak degan ma'noni bildirgan so'z. Shuning bilan bu shayton oldi bilan ayolning oldiga kelib, ya'ni ayolni ozdirgan bir tasvir paydo keldi. Ya'ni biz buni o'qiyotimiz, bu yerdan nimani ko'ra olamiz desak, shayton ayolni ozdirgan, ya'ni ayolga so'zlagan vaqtida uning qo'llangan nimasi nima desa, Xudoning so'zi. Ya'ni Xudoning insonga, odam ota qilgan amrini shuni qo'llandi. Ya'ni Xudoning so'zini foydalandi. Xudoning so'zidan foydalanib turib, ayolga Xudoning so'zi orqali Xudoga bo'lgan gumon bilan Xudoni sinashga urindirgan shunday bir deymiz, shunday bir yilini ishlatadi shayton. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, Xudo bag'dagi har qanday daraxtning mevasini yeyishinglarni rostilla mani qildimi deb savol so'raydi shayton ayoldan. Mushunaq bir usulni, ya'ni shaytonning mana qilib Xudoning so'zidan foydalanib insonlarni ozdirgan, ya'ni Xudoning so'zini haqiqiy bir ziyrak deymiz, tushunib, tigiga qadar tushunib, Xudoning so'ziga bo'lgan haqiqiy tushuncha ega bo'lmasangiz, ya'ni Xudoning so'z ustida har vaqt sezgir turmasangiz, bu shu vaqtdagi ayollar emas, barliq insonlarning, ya'ni hozirgi turmushimizga qadar bizning har vaqt, har kun bizning qilganimiz shaytonning, ya'ni bizni yiqitmoqchi, ozdirmoqchi bo'lganlari doim hatto shu Xudoning so'zidan foydalanib bizga bizni ozdirgan vaqtlarimiz ko'p. Buni muqaddas kitobda o'qisam mayli, jiq vaqtlarda uchraydi. Buning tipik nimasi qarsak, ya'ni Ayso Masihning Matta bayon qilgan xo'shar 1-bob 4-10 oyatlar qaraydigan shayton hatto Hazrati Aysoni sinagan vaqtlarni ko'ra olamiz. Ya'ni sinagan vaqtdagi savollarni ko'rsanglar, hammasi Xudoning so'zi. Xudoning so'zidan foydalanib shayton shu Hazrati Aysoni ozdirmoqchi bo'ldi. Shu vaqtda Hazrati Ayso qanday javob berdi? Hazrati Ayso yana Xudoning so'zini, ya'ni Xudoning so'zini tutib turib, shaytonning javobiga taqobil turdi. Shuning uchun biz doim
Xudoning so'ziga bo'lgan to'g'ri bo'lgan tushunish, Xudoning so'ziga bo'lgan haqiqiy bir to'g'ri bo'lgan tushunish, ya'ni Xudoning so'zining ma'nosini, Xudoning so'zining haqiqiy, ya'ni Xudoning shu so'zlarni qilishga haqiqiy maqsadini biz to'g'ri tushunmagan ahvolida, Xudoning so'zini to'g'ri bir yeshish bo'lmagan ahvolida, Xudoning so'zini biz o'zimizning turmushimizga to'g'ri tadbiqlamagan vaqtimizda shunday nurg'un xatoliklar, ya'ni nurg'un ezishlar, nurg'un narsalar kelib chiqadi. Masalan, shu Xudoning so'zini qanday yeshish, qanday shunday tadbirlash, izohlashga qaratami, izohlashga usuliga qarabmi, ya'ni nurg'un eqimlar kelib chiqqanligini biz men tuni bundan kun shanba kuni so'zgan vaqtimda men so'zlab o'tgan. Ba'zilar Xudoning so'zini bir bo'lagini ham yoki bir qismini ham alohida ta'kidlab, shuni ta'kidlayverib, oxiri ular Xudoning so'zidan qayib ketgan. Shunda usullarni men azroq tilga olgandim. Shunga o'xshash biz Xudoning so'zini, Xudoning haqiqiy shu so'zni qilishga maqsadini, Xudoning insonlarga qaratgan shu so'zlarni berishga maqsadini, Xudoning so'zini tegidan biz haqiqiy tushunib yetmagan ahvolida, shundaq asallam shaytonning ezishi, eziqtirishi shunday ahvollar kelib chiqadi. Shuning uchun biz Xudoning so'zini doim o'rganishga, davomli shunday Xudoning so'zini bir butunligi bilan bir yaxshi, mustahkam holatda o'rganishimizga biz ahamiyat berishimizga to'g'ri keldi. Andan keyin shaytonningki azdurgan gapi, ya'ni shaytonning ayol qilgan gapini yana bir muhim nuqtasini biz qarab o'tsak, shayton deydi, ko'zinglarning ochilib, o'ziga o'xshash yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qolganligini bildi deb shayton ayolni shunday azdirdi. Ya'ni shayton ayolni ko'zining ochilib Xudoga o'xshash yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qolasizlar deb Xudoning so'zidan, amirlardan elib turib azdirdi. Ya'ni shu vaqtda yaxshi bilan yomonning o'lchimi faqat Xudoda, ya'ni Xudoda bo'lish kerak. Bo'lib Xudoning kalomilar yaxshi va yomonning birdan-bir o'lchimi. Faqat Xudolar nimaning yaxshi, nimaning yomonligi hukm qiluvchi edi. Lekin shayton bo'lsa ayolga ashunda Xudoga o'xshash yaxshi bilan yomonni, ya'ni o'lcham yaxshi bilan yomonni farq eta oladigan Xudoga o'xshash qolsizlar. Ya'ni Xudoga o'xshash bo'lib qolishinglardan ansirab, ya'ni shunda bo'lishinglar bo'lib qolmasliginglar uchun sizlarni mesela yemaydiganliginglarni aytdi deb shayton Xudoning so'zini mundaq bir burmilab yetkazadi-da. Shuning bilan ayolning buning bo'lgan inkosiga bir qarab baqadan bo'lsak, ayolning ilqi bizning kitobimizga ko'zak bek aniq nima biz tushunib olmaymiz, lekin biz İbranicha, asli yozilgan İbraniy yozig'ida biz ko'rgan bo'lsak, ayolning inkosi qanday bo'ldi desal, shaytonning so'zini anglagandan keyin ayol bu bizning kitobimizda ayol bu mevsining chiroyli va shirin ekanligini ko'rib deydi, lekin asli biz İbranicha so'z qaraydigan bo'lsak, bu daraxtning mevasini ya'ni mevasining yaxshi ekanligini, ya'ni yaxshi. Men birinchi babda so'zlab o'tgan tavb degan so'z bor, ya'ni yaxshi degan so'z, yaxshi bo'lganligini, ya'ni mevasini yaxshi bo'lganligini ko'rib deydi. Andan keyin ko'rgan nima ko'rdingizlar? Yeyishlikligini. Yani bu yeyishlikligini degan so'z yegisini keltirgan odam nafsini taqaldirganligini ko'rib. Yani havoni bo'lsa bu mevani yesa yaxshi bo'lganligini, yaxshiligini, yana odamning nafsini taqaldirganligini ko'rib deydi. Mush vaqtida ma yaxshi degan so'z, ma shayton degan-ku Xudoga o'xshash, yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qoldiganlar deganki, ma yaxshimi? Yani Xudoga o'xshash hava anımı, yani ayalmı bu meyveni yaxşı buldu, bu meyveni yiz yaxşı bulduğanlar, yani Xudoga o'xshash bo'lganligini, yani yaxshini bildigan bu yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lib qolganligini ko'rib, ham shuni hala bu meyveni yigis keldigan, shuning uchun yana tezroq men buni yesam tezroq Xudoga o'xshash yaxshi bilan yomonni bildigan, yani anqiralaydigan, bildigan bo'lib qolsam degan o'xshash ashna bir taqildashni, nafsining taqildiganligini ashna ko'rib, shuna taqildiganligini ham bu yerda biz ko'ra olamiz. Shuning uchun ayol mevani yesa yaxshi bo'lganligini, ya'ni shaytonning Xudoga o'xshash yaxshi yomonni bildigan bo'lasizlar degandek, shu mevani yeb Xudoga o'xshash bo'lgan va yaxshi bilan yomonni bildigan bo'lish o'yida farq etib o'lchalaydigan bo'lish orzu havasida shuni mevani yeganligini biz ko'rib o'tamiz. Shuni endi biz keyingi nimaga qaraydigan bo'lsak, gunoh, ya'ni mushuna ular mevani yedi, Havoning mevani yedi va odam otgan ba'di uni yedi. Shuningdek ular yegandan keyin ularda qanday ahvol ko'rildi? Ya'ni ular haqiqatan ko'zlari ochilib,
Yani şeytan degenge ko'zlaringlar echilib, yaxshi bilan yomon anqiraylardan bo'lib qolganliginglarni biladi deb o'shan deganmizmi? Shuning uchun haqiqatan ular ko'zlari echildi. Lekin ko'zlari echilgandan keyin ular Xudoga o'xshash bo'ldimi? Ya'ni Xudoga o'xshash yaxshi bilan yomon anqiraylardan bo'ldimi? Ular ko'zlari echilgandan keyin o'zlarining yalang'ochligini bilib nomus qildi. Yani ayolning arzu qilgan bo'lsa Xudoga o'xshash yaxshi bilan yomon farq etadigan bo'lishi edi. Lekin bilgini bo'lsa, ayolning bilgini bo'lsa, ularning bilgini bo'lsa, ya'ni nomuslik yalang'ochlik. Yani bu yalang'ochlik degan gap biz İbranice yalang'och degan so'zni yalang'och degan so'zni arum, ya'ni arumim mim degan qo'shimcha arumim degan so'zdi. Abay biz shaytonni nima dedik? Shaytonni iyligar, ya'ni aqlli, ziyrak, o'tkir degan ma'ni biz İbranice arum degan so'z. Arum yani bu odam bilan ayol, ya'ni shayton shu yilisi bilan bu mevini yegandan keyin ularning ko'zlari echilib, asli bularning ayolning arzusi biz Xudoga o'xshash bo'lish edi, lekin bular buni yegandan keyin ko'zlari echilib, shaytonning azdirishi bilan shaytonning obraziga o'xshash, ya'ni shaytonning ularning ichiga kirishi bo'ldi. Ya'ni ular arum bo'lishni arzu qiladi. Ya'ni nima? Ular Xudoga o'xshash bo'lishni arzu qiladi, lekin ularning bo'g'ini yegandan keyingi ahvoli bo'lsa, ya'ni gunoh kirib, asli Xudoning obrazi bilan yaratilgan ular, Xudoning obrazi bilan yaratilgan inson, ya'ni shaytonning obrazi, ya'ni shaytonga o'xshash obrazi desak bu yerda yomonlik, gunohkor bir xil obraz shayton qanday bo'ldi desa, o'shanaqa bir narsa ko'z oldimizga keldi. Ya'ni yomonlik, azdurlush, o'shanaqa gunoh, razillik degan narsalar. Shuning o'xshash shuning bularga kirishi bo'ldi. Andan keyin bularning buni qilgandan keyingi qilgan ishini bo'ldi desa, ya'ni anjur yupurmoqlar bilan o'zini yepishi, ya'ni gunohdan keyingi ular bo'lsa, gunohlarni mushunday xalqi, chunki ular shaytonning nimasi kirdi emasmi? Shuni bilan ular yepish, o'zaro yepish, yushunish ishlar bo'ldi. Asli mushu yalang'ochlik, ya'ni nomus qildi degan mushu gunohlarni yepish, yushunish degan mush mazmunlarni asli tafsiliy qilsak nurg'un mazmunlar chiqadi, lekin buni vaqti bilan o'z oldinglarga oldingi babdagilar bilan texmo selishtirib, texmo tafakkur qilib beqishinglarni umid qilaman. Andan keyin biz yana bir mishada bir muhim bir mazmun ko'ra olamiz. Ya'ni ular gunoh qilgandan keyin o'zlari anjur daraxtlar o'zini nomusli yerlarni yepishib, qilgandan keyin ular nima qildi desa, yushundi. Ya'ni Xudodan yushundi, Xudodan qo'rqib yushundi. Asli Erenbag'da Xudo bilan billa, Xudoning huzurida, ya'ni Erenbag'da biz tunugin shodlik, ya'ni shanba kuni shodlikqa, g'am qayg'udan yiroq Xudo bilan billa Xudoning huzuridagi bir o'ringa simol qildi deb degandik. Bular bo'lsa hozir shu gunohdan keyin, ya'ni o'shuni ishni qilgandan keyin bo'lsa, o'zlari Xudodan yushurindi. Ya'ni Xudo bilan billa bo'lgan inson gunoh paydo bo'lgandan keyin Xudodan qo'rqish, Xudodan yushunish, Xudodan yiroqlashish shunday alomatlar ko'rildi. Endi Xudo bo'lsa ularga qanday deydi? Ya'ni ya odam, sen nimishga buni yeding deb bevosita qilmasdan, balki nima deydi desa, sen qayerda deb. Sen qayerda deb Xudo inson odamga sen qayerda deb chaqirdi-da. Go'yo Xudo ajaba odamning nadligini bilmamdi yoki bo'lmasa uning nima ish qilganligini bilmamdi. Albatta bildi. Hammani bilib turib yana Xudo odamdan sen, chunki yushinib olganda, sen nada, sen qayerda deydi-da. Yoki odamning gapiga qarata yolg'onchilik san kim aytdi deb. Shu vaqtda anaki yoki men yeme deganni sen mevini yedingmi ya deb balki nima deymiz, Xudo bilib turib, Xudo odamning o'zining Xudoning oldiga kelib iqror qilishini, Xudoning oldida o'zi iqror qilishini so'rayotdi-da. O'zining xatoligini, gunohini tövbe qilishini, ya'ni Xudoning bu yerda insonning shu gunohini, ya'ni xatoligini o'tkazgan xatoligini Xudoning oldiga, Xudodan yushinib, Xudodan yiroqlashishini emas, endi Xudoning insonni tövbe qilishini naqadar arzu qilganligini biz shunday dialog bor. Shu dialogdan biz esga olamiz. Ya'ni Xudoning qalbini, insonga bo'lgan bir xil inson gunoh o'tkazib o'zini yiroqlashgandan keyin bir xil echinishini va odamning tövbe qilishini naqadar arzu qilganliklarini biz shuni ko'ra olamiz. Xudoning buna dialogi bu odamning shu babdalar ko'rilmaydi, balki aql nurg'un bablar, nurg'un mazmunlardan ko'rildi. Masalan, shu 4-babdalar, keyindagi 4-babdalar Abil bilan Qobilning hikoyasidami
көрілді. Яғни қабылғым deydi, inin қәне деп тек сорайды. Şuna o'xshash Xudoning insonni tövbe qildirish, tövbe qilishini arzu qildigan shunday bir qalbini biz mishadani ko'ra olamiz. Andan keyin Xudo yana bularga qanday qildi desa, bularning anjur daraxidan yepib olganligini ko'rib, ya'ni Xudo ona yepib olgan emasmi? Xudo ularning gunohini, ya'ni ularning shu nomuslik yalini, yalang'och, ular o'zlari yalang'ochligini yapgan emasmi? Lekin bu yerda Xudoning insonning gunohini, ularning yalang'ochligini yepib qo'ygan holatini biz yana ko'ra olamiz 3-bobdan. Ya'ni Xudo o'zi hayvonning terisidan, hayvonning terisidan kiyim qilib ularga kiydirib qo'ydi. Ya'ni bundan biz Xudo o'zi insonning gunohini yepishini biz ko'ra olamiz. Ya'ni biz shuni İbraniliklar yozgan xatdan ko'rgan bo'lsakmi, balki biz insonning gunohini o'zi yepib ketamaydigan, ya'ni insonning gunohini o'zi yuyishga, o'zining qilishga yepib ketamaydiganligini, balki Xudo o'zi Hazreti Aysoni, ya'ni bizning uchun, insonlarning gunohi uchun tayyorlagan, bizning gunohimizni yepish uchun, bizning gunohimizning badalini o'tkazish uchun evatgan Hazreti Aysoni, biz Hazreti Ayso ekanligini biz İbraniliklarga yozgan xat 9-bob 12-oyatdan 28-oyatgacha biz ko'rsak, ya'ni Hazreti Aysoning qini bilan gunohning badalini o'tkazib, bizning gunohlarimizni Masihning qini bilan yepib yuyib, Masihning bizning gunohlarimiz uchun qurbonlik berish badaliga bizni qayta Xudoning o'zining huzuriga boshlaydiganligini biz yana bizning yangi ahd kitob orqali bugungi biz ko'ra olamiz. Ya'ni biz mana shundoq bizning shu gunohimizning Hazreti Aysoning qini bilan yuyilganligi tufayli biz hozir yetqachilar ham Xudo bilan yarashib olib, Xudoning huzuriga kirib, Xudoning shu aromligidan, shon sharifidan, ulug'ligidan biz hozir birlikda bahramlanayotganlardandirmiz. Andan keyin gunohning jazosi la'natlarni biz ko'ra olamiz. Bundan bir ta'kidlab o'tishga tegishli masala bo'lsa, ayol bilan mesela shaytonning qilgan la'nati ko'rgan bo'lsak, seni ayol bilan dushman qilman, uning avlodi bilan sening avloding dushmanlashib o'tadi degandan biz bir bishoratni ham ko'ra olamiz. Ya'ni ayolning avlodlari bilan shayton va uning avlodlarining dushman bo'lishi. Mushun qaraydigan shaytonning avlodlari degandimiz nimalarni ko'ra olamiz? Ya'ni ayolning avlodlari deganimiz nimalarni ko'ra olamiz desak, insonlar, butun insonlar dunyosi, insoniyat dunyosidagi insonlarning ikki turli, ya'ni birisi Xudoga tava bo'lgan, ya'ni Xudoning tanlashi bilan Xudoga mansub bo'lgan odamlarning borlig'ini buni biz yangi ahdida ko'ra olamiz. Ya'ni Xudoning tanlashi bilan Xudoga mansub bo'lgan sizlar deb Pavlosning xatlaridan biz aniq ko'ra olamiz. Andan keyin bo'lsa shaytonga mansub bo'lgan, ya'ni Xudoni rad qildigan, Xudo bilan dushmanlashadigan, Xudoning so'zlarini rad qildigan o'shundoq odamlar bo'lsa biz shaytonga tava odamlar, ya'ni shaytonning qullig'ida yashaydigan insonlar. Biz bo'lsak Rabbi Aysoning qini bilan hurlikka erishgan, erkinlikka erishgan, Xudoga mansub bo'lgan, qalbimizga Xudoni podshoh qilgan, Xudoga tava bo'lgan odamlar. Shuna o'xshash insoniyat dunyosidagi bunda ikki turli bir insonlarning borlig'ini biz ham ko'ra olamiz. Shuna o'xshash yana bularning nima qilishimi? Abay biz degan o'xshash, ya'ni biz Xudoga tava, Xudoga mansublar qandaqlar desa, Hazreti Aysoning qini bilan o'zining gunohini yuyib, Hazreti Aysoning badaliga ya'ni qurbonlik berishi bilan biz qayta bir yangi bir hayotlikka erishgan. Biz hayotlikka erishganlar, ya'ni Hazreti Aysoni Rabbim deb e'tirof qilganlar bo'lsa, ana shu ya'ni Xudoga tava bo'lganlardan ekanligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni bu ayolning avlodlari degan vaqtida men birinchi qatim olamning yaratilishi birinchi bob qilgan vaqtimiz materialni ko'rgan vaqtlarda biz olamning yaratilishi, butun olamning yaratilishi birinchi bobdan 50-bobni biz cho'ng bir tumur asosiy gavdani biz ikki turga bo'lgan. Ya'ni asli tarix bilan va keyingi nasabnoma hikoyasi deb turib, ya'ni ayolning avlodlari. Ya'ni Xudoning shu qutquzuvchisining keladigan avlodlar nasabnomasini biz shuni ko'rgan edik. Nasabnomasini kimning avlodidan Hazreti Aysoning, ya'ni Masihning, Xudo aytmaycha Masihning kelib chiqadiganligini biz ko'rib o'tgan. Bu ham Matta bayon qilgan birinchi bobda Hazreti Aysoning nasabnomasi degan yerdan biz yana uni ulab ko'ra olamiz. Shuning uchun bu gunohning jazosi bo'lgan bu la'natlik so'zlar orqali, lekin biz
yana bir xo'sh xabar, yani dastlabki bishoratni, dastlabki xo'sh xabarni biz bu yerdan ham ko'ra olamiz. Xo'sh, bugungi 3-babning mazmunini vaqt sababidan uzrab ketdi. Shunchalik bir oddiy ham qisqacha ko'rib o'tdik. Qarindoshlar, men yana ta'kidlaydiganim, men evatgan mush materialning eng oxirgi 3-betida o'zinglarga izdinish, tafakkur qiladigan bir qatim ko'rib chiqadigan mazmunlarni va ba'zida savollarni qoldirib qo'ymay, ba'zida yo'q bo'lsa-mu qoldirib qo'ymay, shuning uchun qoldirib bir betni tayyorlab qo'ygan. Mumkin bo'lsa, bu bizning hozir, chunki biz sizlar bilan o'rtaq bir to'xtalayotgan bu temalar bir bab ko'rganimiz bilan bu bizning o'zaro bu tahlil qilganlarimiz, ya'ni ko'rganlarimiz nihoyat oz bir qismi, 1% kim yetmaydigan nihoyat oz bir qismi. Bunu biz ayrım qurmuqur o'rganish fursatimiz yo'q, bizning sharoitimiz yo'q. Shuning uchun yenilam sizlar o'zinglar o'z oldinglarga ayrım ko'rib, buni izlanib, tahlil qilib, buni hatto hayotinglarga tatbiqlashinglar to'g'ri keldi. Shuningda o'zinglarga bu kundan kunga Xudoning so'zi bilan uzuqlanib, texmo sog'lom bo'lgan Xudoning so'zi bilan turalishinglarga bu yardım bo'ldi. Texmo ya'ni Xudoning obrazi bo'yicha, ya'ni İsa Masih orqali qabul qilgan Xudoning obrazi bo'yicha har kun hayotimizni yengilishimizga to'g'ri keldi. Xudoning so'zi bilan o'zimizni yengilishimizga to'g'ri keldi. Xudoning obrazi, Xudoning shu obrazini İsa Masihni ulug' qilib o'zimizni yengilishimizga to'g'ri keldi, ham uni yashab chiqarishimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun oxiridan ta'kidlaydiganim nima desa, buningga sal qaramay, o'zinglar bir ayrim buni bir vaqt chiqarib kunda ayrim Xudoga atab turib 10 minut, 20 minut to'lamda vaqtinglarni topib turib, mushlarni bir ko'rib, qayta bir tafakkur qilib, yezib, savollar bo'lsa, menga darhol qoldirib qo'yishinglarni umid qilaman. Ma'qul qarindoshlar, bugungi yana o'zgarib ketdi, bugungi vaqtimizmi? Ya'ni keyin qatimliqimiz ko'rishaylik. Agar savolinglar bo'lsa, ostiga qoldirib qo'ysanglar bo'ldi yoki menga ayrim uchur qilib qoldirib qo'yaysizlar. Ondan keyin dushanbadan chorshanba kungi vaqtda biroz qisqa bo'lg'ach, balkim mening bu chiqaradigan vaqtim balkim egiz pes bo'lishi mumkin. Shuni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Hammanglarga Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushuncha, muqaddas ruhdan kelgan cho'nqur tushuncha, aql farosat, ro'shan qalb, muqaddas ruhning yetaklashi bo'lishini umid tilayman, Xudodan tilayman. Bugungi vaqtinglarni Xudo bilan birga, texmo Xudoning aromligi, Xudoning so'zidan kelgan ishonch, umid bilan o'tkazishinglarni umid qilaman.